Yuhanna bayon qilgan xushxabar. 1-bob. Hammadan burun kalom mavjud edi. U Xudo bilan birga edi. Ham o'zi Xudo edi. U olam yoritilishdan burunla Xudo bilan birga edi. U orqali barliq mavjudotlar yoritildi. Hech qanday mavjudot uningsiz yoritilgan emas. Kalom hayotlikning manbasi bo'lib, bu hayotlik insonlarga nur elib keldi. Nur qorong'ulikni yo'rtidi. Qorong'ulik bo'lsa, nurni hargiz besib tushaligan emas. Vaqt soat kelganda bir odam Xudo tarafidan maydonga keldi. Uning ismi Yahyo edi. U insonlarning o'zi orqali haqiqiy nurga ishonishi uchun uningga guvohlik berishga kelgan edi. Yahyo payg'ambar o'zi haqiqiy nur emas. U faqat haqiqiy nurga guvohlik berguchidir. Dunyoga keladigan bu haqiqiy nur butkul insonni yo'rtadigan nurdir. Dunyo kalom orqali yoritilgan bo'lsa-mu, kalom bu dunyoga kelganda dunyo uni tanimadi. U o'z tuprog'iga kelgan bo'lsa-mu, biroq uni o'z xalqi qabul qilmadi. Shundaqdimi, u o'zini qabul qilib, o'ziga e'tiqod qilganlarning hammasiga Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Bu huquqqa erishganlar yo qondan, yo jinsiy talabdan, yo inson xohishidan emas, balki Xudoning irodasidan qayta to'ralgan bo'ldi. Kalom inson bo'ldi, ham oramizda yashidi. U mehr shafqat va haqiqatga to'lgan bo'lib, biz uning ulug'ligini, ya'ni otimiz Xudoning birdan bir yagona o'g'lining ulug'ligini ko'rdik. Yahyo payg'ambar uningga guvohlik berib, xaloyiqqa yuqori ovoz bilan mundoq dedi: Men sizlarga mendan keyin kelguvchi mendan ulug'dir, chunki u men tug'ilishdan burunla mavjud degan edim-ku. U dal mushu kishidir. Uning mehr shafqati cheksiz bo'lg'ashqa, hammamiz har doim baxt ustiga baxtga erishib keldik. Chunki Tavrot qonuni Muso payg'ambar orqali yetkazilgan bo'lsa, Xudoning mehr shafqati va haqiqati Iso Masih orqali yetkazildi. Xudoni hech kim ko'rib boqqan emas. Biroq uni otimiz Xudoning hamroyi va yagona o'g'li, shundaqla o'zi Xudo bo'lgan Iso Masih bizga bildirdi. Yerusalimdagi Yahudi oqsoqollari Xudoning avatadigan qutqizuvchisining Yahyo payg'ambar yoki emasligini bilish uchun ruhoniylar bilan markaziy ibodatxonada ishlaydigan laviylarni Yahyoning oldiga avatdi. Yahyo payg'ambar ikkilanmasdan, "Men qutqizuvchi Masih emasman" deb aniq javob berdi. Ular uningdan, "Undaqda o'zing kim bo'lasan? İlyas payg'ambar bo'lamsan?" deb so'radi. "Yo'q, men İlyas payg'ambar emasman" dedi u. "Amisa, Muso payg'ambar oldin aytgan payg'ambarmisan?" deb so'radi ular. Yahyo payg'ambar yana "Yo'q" deb rad qildi. Oxirida ular, "Undaqda sen zodi kim bo'lasan? Bizni avatganlarga aytqudak bir javob bergin. Aytqina, sen qandoq odamsan?" deb so'radi. Yahyo payg'ambar mundoq javob berdi: "Yashayo payg'ambar burun aytgan, Xudo avatitgan qutqizuvchi kelishdan ilgari cho'lda Rabbimizning kelishiga tuz yo'l tayyor qilinglar"
deb to'laydigan kishi mandurman. Yerusalimdan avatilgan ba'zi farishtalarmu Yahyo payg'ambarning oldiga kelib, uningdan: "Sen yo qutqizguchi Masih, yo İlyas, yoki Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar bo'lmasang, nemishqa kishilarni Xudoning yo'liga chaqirib, suvga cho'mildirsan?" deb so'radi. Yahyo payg'ambar ularga mundaq deb javob berdi: "Men kishilarni suvga cho'mildirman, lekin oranglarda sizlar to'nimaydigan biri bor. U mendan keyin kelguchi bo'lib, men hatto uning oyog'ining yiplarini yeshishkimi loyiq emasman." Mana bu ishlar Iordan daryosining sharqi qetidagi Beytoniya degan yezida, ya'ni Yahyo payg'ambar kishilarni daryoda cho'mildirayotgan yerda yuz bergan edi. Atsi Yahyo payg'ambar Hazreti Aysoning o'ziga qarab kelayotganligini ko'rib, mundaq dedi: "Mana bu butkul dunyodagi insonlarning gunohidan ozod qilinishi uchun hozirlangan Xudoning qo'zisidir. Men sizlarga mendan keyin kelguchi mendan ulug'dir, chunki u men tug'ilishdan burunla mavjud edi degan edim. Mana bu dal men tilga olgan ashu kishidir. Men burun uning kimligini bilmasammu, bu qutqizg'uchi Isroillarga ayon bo'lsin deb sizlarni suvga cho'mildirgili keldim." Yahyo payg'ambar yana guvohlik berib mundaq dedi: "Men Xudoning ro'yining kaptar holtida osmondan tushib, uning ustiga qo'nganligini ko'rdim. Men uning qutqizg'uchi Masih ekanligini bilmagan edim. Biroq meni kishilarni suvga cho'milishga avatgan Xudo manga sen Xudoning ro'yining tushib, birining ustiga qo'nganligini ko'rsan. U kishilarni Xudoning muqaddas ro'yiga cho'mildiradigan qutqizg'uchidir degan edi. Hozir rostilla bu voqeani o'z ko'zim bilan ko'rganligim uchun uning shaksiz Xudoning o'g'li ekanligiga guvohlik beraman." Atsi Yahyo payg'ambar ikki shogirdi bilan yana shu yerda edi. U yerdan o'tib ketayotgan Hazreti Aysoni ko'rib: "Qaranglar, Xudoning qurbon qilinadigan qo'zisi", dedi. Bu so'zni anglagan ikki shogird Hazreti Aysoning kaynidan mengishdi. Hazreti Ayso kayniga burilib, agishib kelayotganlardan: "Nemiga hojitinglar tushib qoldi?" deb so'radi. Ular: "Rabboni, ustoz, qayerda tursiz?" dedi. "Kelib ko'ringlar", dedi Hazreti Ayso. Shuning bilan ular berib, uning qayerda turadiganligini ko'rdi. Bu tushdan keyin soat 4lar bo'lgan vaqt bo'lib, ular u kunni Hazreti Ayso bilan birga o'tkazdi. Yahyo payg'ambarning so'zini anglab, Hazreti Aysoning kaynidan mangan ikki kishining biri Simon Petrusning inisi Andar edi. Andar darhol o'z oksi Simonni tepib, uningga: "Biz Masihni topdik", dedi. Masih İbranicha so'z bo'lib, Xudo tayinlagan qutqizg'uchi degan ma'noda. Andar oksini Hazreti Aysoning oldiga elib bordi. Hazreti Ayso uningga qarab: "Yuhannaning o'g'li Simon, buningdan keyin sening isming Kifas bo'lsin", dedi. Kifas grek tilidagi Petrus degan so'z bilan ma'nodosh bo'lib, qo'ram tosh degan ma'noni bildiradi. Atsi Hazreti Ayso Jaliliya o'lkasiga berishni qaror qildi. U Filipni tepib, uningga: "Manga agishib mang", dedi. Filip Beysaydalik bo'lib, Andar bilan Petrusning yurtishi edi. Filip Nataniyelni tepib, uningga: "Musa payg'ambar Tavrotda oldin aytgan, boshqa payg'ambarlarni tilga olgan qutqizg'uchi Masihni topdik. U Yusufning o'g'li Nosiralik Ayso ekan", dedi. Biroq Nataniyel: "Nosiralikmi? Ashu kichik bir shahardan
mundaq yaxshi ish chiqarmi? dedi. Kelib ko'rib baq, dedi Filip. Hazreti Aysa Natanyelning o'zining oldi kelayotganligini ko'rib, u to'g'riliq. Mana bu ichida qilchi hili mikrisi yo'q, haqiqiy bir Isroil, dedi. Mening qandoq odam ekanligimni qayerdan bildingiz? deb so'radi Natanyel hayron bo'lib. Hazreti Aysa, Filip seni chaqirishdan avval sening anjir darig'ining tüdi o'tag'anligingni ko'rgan edim, deb javob berdi. Natanyel Hazreti Aysoning boshqalar ko'ramaydigan ishlarni ko'ralaydiganligidan hayron bo'lib, ustoz, siz shaksizki Xudoning o'g'li, Isroillarning podshoyi ekansiz, deb e'tirof qildi. Hazreti Ayso uningga mundoq dedi: Seni anjir darig'ining tüvida ko'rganligimni aytganligim uchun ishonyapsan. Buningdimi cho'ng ishlarni ko'rasan tehi. Oldin shogirdlarga yana: Bilib qo'yinglarki, sizlar osmonning ichilib, Xudoning faristalarining inson o'g'lining yeniga tushib chiqib yuradiganligini ko'rsizlar, dedi.